Faollashtirilgandan so'ng eSIM odatda ochiq bo'ladi. Biz uni yoqishimiz va sozlashimiz kerak bo'ladi. Yoqilgandan so'ng qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu eSIM to'g'ri tarmoq provayderga ulanganligini tekshirish. Buning uchun Globit platformasiga o'ting va tarmoq provayderiga qarang. Keyin eSIM sozlamalariga qayting va tarmoqni tanlash maydoniga qarang. Agar provayder nomi platformadagi nomga mos kelsa, tarmoq to'g'ri ulangan. Ba'zi bir holatlarda eSIM noto'g'ri tarmoqqa ulangan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda siz tarmoqni tanlash maydoniga o'tishingiz, avtomatik maydonni o'chirib qo'yishingiz va paydo bo'lgan ro'yxatdan mos keluvchi tarmoqni tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyin tarmoqni o'rnatganingizdan so'ng roamingni yoqishingiz kerak.